Topalan mana şu. Geliyor. Kaçmana kaçası yok da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz do'stlar, aziz muxlislar, aka opa singillar, umid etgan sog' salomat bo'lsangiz deb, yerlardan ham 2026-yil 24-aprel kunlardan ham juma ayyomingiz muborak bo'lsin deb tilak qilamiz do'stlar. Do'stlar, mana bizlar ham cho'lga kelgan edik va bir video tayyorladik. Agar yoqsa kanalimizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Chunki yangi ochilgan kanal. Mana bu yerda ukamiz qishloqdan sigirlarni jamlab qaytib bir yerda boqayotgan ekan. Ukamizdan so'raymiz. Xo'sh, nima uchun, nega boqayotganini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Harman, sog'misiz? Yaxshimisiz? Mana do'stlar, ukamiz yerda sigirlarni boqayotgan ekan. Xo'sh, nechta sigir bor bu yerda uka? 100 ta. 100 ta? Qishloqdan jamlab qaytding? Ha, qishloqdan jamlab. Hammasini bitta kishiniki yo? Yo, har odam 4 ta, 5 ta, ha? 4 ta, 5 ta, 10 ta. Ayga necha olasiz bu yerga? 200. 200? Do'stlar, O'zbekistonning puliga 35 ming, 37 ming so'm bo'lar ekan. Suv narxam bering. Suv yaxshi mana. Ehtiyojlarni chiqaran. Suv shirin deng. Ha, suv shirin. Bu uchani ham o'zingiz yasaganmisiz? Mana bu yoqda bitta ichi bor. Bu quduqdan suvni o'zi chiqaradi, ha? Maşallah. Nam xudo. Sigirlarni qanaqa qilib boqasiz bu yerga? Mana endi soat 3 va bo'lsa, 3:30 bo'lsa haydab ko'ramiz. Ertaga 10 baja, 11 baja kech qolsa 11 bajaga o'zlari qaytib keladi. Qayta keladi. Bu yerga agar qishloqdan kelmoqchi bo'lsang, qancha soatda kelsa bo'ladi? Motosikletda yarim soat, piyoda 2,5 soat yo'l bo'ladi. Qaytish ham shunaqa. Ha, qaytsa kelish. Sigirlar 10 bajada kelib, past kindinga o'zlari o'tlayar ekan, ha? Kechasi. Kechasi o'zlari o'tlaydi. Xo'sh, shamol bo'lsa, yomg'ir yog'sa nima qilasiz bu yerda? Ay, o'zlari kezd beradi, kappada o'tadi. Bu yerga necha kishisilar? Bu yerga qancha kishi dedingiz? Bitta. Bitta? Ha, bir o'zim. Kechasi qo'rqmaysizmi? Nima bu yerda qo'rqib? Shag'al deb, sher deb, yo tilki. Yo'q, o'zlarida qo'rqmayman. Bir o'zingiz? Ha. Qo'rqdim. Mana do'stlar, ukamiz. Bir o'zingiz? Ha. Mana do'stlar, ukamiz hammalaringizga alangali salom aytadi. Va ukamizning hayotiga qiziqsangiz, bitta yo'lakchani qizartirib, like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rishingiz sigirlarning o'zi 3 ta, 2 ta, 4 ta, ko'pi 10 ta, 9 ta bo'lib kechasi ketib o'tlagani yaylovga ketib, pes soat 10larda to soat 1gacha mana shunaqa quduqning oldiga kelib suvni ichib, shu yerga to kindingacha yotib, pes o'tlashga o'zlari 5-4 ta, 2 ta, 3 ta, 10 ta, 8 ta, 9 ta bo'lib o'zlari ketar ekan. Ot yaxshigina otgan ekan.
Çağın üstündekiler. O zaman bunun yanmaydı selim karaken. Dostlar Türkmençe palav. Çölün palavı öyle ama. Davule Kayseri çöl değil. Aynı çölün orta tarafı. Salam edin hemelene. Ya sen. Sizlere selam. Kuyuyor mu böyle yok mu? Yok değil.